Bu yerdan hozir. Mana tush. Omadsizlik mana. Ko'ryapsizlarmi? Qo'linglarni ko'rsatinglar. Qaranglar. Bu yoqqa shoh, bu yoqqa. Qo'lingdagi blokni yo'q qilib qo'yganimni his qildingmi? Ha? Qaranglar, hamma qo'liga olsin. Qaranglar. Hop! Bitta aslida. Bugun bizning inventarimiz bitta bo'ladi. Hamma uchun bitta. Ya'ni bir kishi o'lsa, resurslar bilan bemalol xayrlashsa bo'ladi. Bu degani bizning narsa ko'tarib yura olish qobiliyatimiz 3 baravarga kamaydi. Xullas, o'lgandan keyin tezroq qaytib kelish kerak. Bo'lmasa hamma narsa yo'q bo'lib ketadi va uni qaytarishning ham iloji yo'q. Ha. Hozir o'yin davomida buni tushuntirib o'tamiz. Keyin buni yana o'ziga yarasha plyuslari ham bor. Ha, juda qiziq plyus. Boshladik. Meni rangimdagi daraxt chopinglar. Bu? Men cho'pasam ham bo'ladi. Yo'q, tezroq chopish kerak Hasan. Kirgaysiz-da Hasan. Qanchadan beri o'ynayapman cho'pa. Kirgayasang do'stim do'rardim. Hozir do'stim. Shu gapni eshitish uchun ham itdak mana toshcho. Mayli. Ishtegimi, tegma. His qildinglarmi? Bluetooth tickle. Sen mana bunga qaranglar. Hop. Tayoqcha? Yo'g'ochli bu kirga bo'lish kerak. Kim tarjima qildi Husan? Bilan almashtirish kerak. Kirga bo'ladi bu qanaqa bolg'a. Lekin mana bunga qaranglar. Tayoq. Qo'lim bosib tayoq deydi. Yo, kanyon bolalar, temir g'ij. Jana bu raqam Minecraftning plyusiga keladigan bo'lsak, bitta aslahadan set qilsak bo'ladi. Masalan, bitta temir aslahadan set qildikmi, bu uchalamiz uchun ham bo'ladi. Men yotoq yasayman, lekin ming afsuski, yotoq hamma uchun alohida yasashga to'g'ri keladi. Ya'ni ko'p joylarda. Maqsad qo'shib kerak yaqin oraga. Bu esa qishloq topish bo'ladi va yana temir aslaha yasash. Undan oldin